Bugun Directimga eng ko'p keladigan savollardan biriga javob beraman. Ko'pchilik qiziqayotgan savol: SMA metodikasi qanday metodika? Koesmedik mashqlari. Bu rivojlanishdan orqada qolayotgan bolalar uchun qo'lda qo'llaniladigan dinamik qiyin mashqlarga asoslangan psixomotor terapiya. Ushbu terapiya bolalarni 2 oyligidan boshlab tug'ilgandan keyin ko'p yillargacha to'liq xavfsiz tarzda rag'batlantirish uchun juda aniq ko'rsatmalar beradi. SMA metodikasining 5 ta asosiy foydalari. Birinchisi, motorik rivojlanishni tezlashtiradi. Bola o'tirish, yurish, turish kabi asosiy ko'nikmalarni tezroq egallaydi. Ikkinchisi, muvozanat va posturani yaxshilaydi. Bola tanani to'g'ri ushlash va barqarorlikni oshiradi. Uchinchisi, nerv tizimi imkoniyatini faollashtiradi, miyadagi neyron aloqalarni mustahkamlaydi. To'rtinchi, bola motivatsiyadan qat'iy nazar ishlaydi. Hatto bola mashqlar jarayonida faol bo'lmasa ham samarali natija beradi. Beshinchi, asab va mushaklarni uyg'otadi. Mushak kuchi, koordinatsiya va reflekslarni rag'batlantiradi. Eslatib o'taman, har qanday nevrologik tashxislar uchun bu juda samarali va aniq metodika. Yana ham ko'proq ma'lumotlar olishni istasangiz, meni sahifamga obuna bo'ling va kuzatishni davom eting.